Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiye dersinde qacıyoruz, o Washington'da sözleyimiz bugünkü islaqa. 2026 yıl 5. ayının 9. günü ettik şembe vatandaş. Müdaki çıkıp durup, saklap durup digende şunak elimizde hazır. Bir ağız gitmeytey. Torbette Can Fonşikan'ın ki tik taktı belgen haberi de. Fenşifeydeydi. Fenşifey degeni Xi Jinping'e karşı torğucu guruh'nun zəhərlik planı deydi. Xi Jinping'e karşı turumuz davatkan guruh'nun zəhərlik planı deydi. Xi Jinping'ni taxtdan düşürüp bunun ornuğu Sayçini varis qilib taxtga chiqarmoqchi bo'lyapti deydi. Demek Can Fonşika sekretariyatın sekretari Sayçi hakkında başka fikirde. Ben baştan ahir davatim evet hemmisi Xitay. Qayerda yaşaydı bu Xitay hemmisi Xitay. Lekin şunun işenç bilen qaray lekin vatandaş hozirgi zaman burun 10 yıl burun 20 yıl burun hatta 40 yıl burun zaman emas. Xalqaro cemiyet bugün kimni tanlab qoladi? Mesela Xi Jinping'in qarshi guruhning zaharlik planı yoki hasaldak planı qo'yib turing uni. Jungo Kompartiyasiga yoki Jungoda quriladigan siyosiy hokimiyatga G'arb dunyosi va dunyo kimni tanlab qoladi degan gap. Qo'ying o Xitoyning gapini. Saychi chiqamdi, Wang Yang chiqamdi, Dang Yang chiqamdi ikkinchi gap. Kimni tanlab qoladi? Hozir xalqaro jamiyat kimni tanlab qoladi? Masala mayada vatandaş. Şun Can Fonşika efendi fikrinizni o'zgartib oling. İkincisi vatandaşlar shunda savol qo'yib boqayki. Dünya tarixida hammadan xabaringlar bor. Birimiz onu o'qiymiz, birimiz bunu o'qiymiz, birimiz onu bilamiz, birimiz bunu bilmaymiz. Jamiyatga shunday oldu vatandaş. Bütün dünyadagi ilim bilimdan bir odamdan xabardor bo'lib ketish mutlaq mumkin emas. Mutlaq mumkin emas. Bir tarafda o'zimiz qiziqqan tarafda va yoki o'zimizning maslak iddisiga sig'adigan va onu yetaklaydigan va yoki onu beyitadigan bir sahada biz jamiyatdagi bilimni egallaymiz vatandaş. Men demoqchi bo'lganim nima, sizlar qo'ymoqchi bo'lgan savol nima? Qachon, qayerda, qaysi davlatda shu davlatning davlat mudofaa ministriga o'lim jazosi bergan ish bor? Ya'ni taxi biriga emas, ikkiga. Çünkü ben ismini hata ettim, Pang Fenghui debdim, unda emas. Bi Fenghui. Bu Bi Fenghui'dagi Vyetnam urushi qatnashgan, shu yerda o'sib, yetilib chiqqan. Armiyadan yoki soldatdan oxiri generallikka ko'tarilgan odam. Deyli Xitoyda ikkinchisi Shanxuy. Davlat mudofaa ministri. Qaysi yerda, qaysi millatda, qaysi davlatda davlat mudofaa ministrlari o'lim jazosi bergan qoida va vatandaş. Eğer bular devletke partiyaga xiyonat qilgan bo'lsa, shundaq devletke ve partiyaga xiyonat qilgan odamni sen nima ish qilib davlat mudofaa ministri qilib tanlab olding? Yetdan o'chig'imaydi vatandaş. Wu Jialong Tayvanning obzorchisi, burunqi Tayvanning obzorchisi hal qiluvchi Peytler degen torbetide obzorchi Wu Jialong nima dediyding? Hozir tövende yok qo'rg'uvchi Jungo armiyasi Amerikaning gapini anglaydi degan yerga kelib keldi. Boshqacha tasviriy ibora nima ishlatmay yuqoridan tövəngacha Jungo ozodlik armiyasi Amerikaning gapini anglaydi degan yerga yetib keldi vatandaş. Shunaqdan Andaqda vatandaş, ben şunu aytman, sizga shunda savol qo'yman. Qaysi davlatda davlat mudofaa ministrlariga o'lim jazosi berdigan ish bor? Bugun Wei Fenghui davlat mudofaa ministri sobiq, Li Shangpo davlat mudofaa ministri sobiq o'lim jazosi berildi. Kechiktirib ijro qildigan bo'ldi. Bu rasmiy olgan buni o'zi bir gap. Kechiktirib ijro qildigan bo'ldi. Demak, hozir armiya ichida Jungoda nima ish bo'layotdi? Partiya ichida Jungoda o'zgarish yo'q. Hozircha bir rahbarni almashtirilganini va yoki uning o'rniga ikkinchi birisini bekitgani
tüven ve asas katlamda qanday qilgan bo'lsa ikkinchi gap buning ta'siri yo'q. Yuqori qatlamda partiya ichida o'zgarish bo'lgani yo'q. Huquq munosabatlari doirasida o'zgarish bo'lgani yo'q. Biroq armiya ishi hozir nima bo'lib ketdi vatandosh? Dash qaynaqqa aylandi. Yaqinda aytdik sizga Chingan bilan birlikda 11 nafar kadrni, balki harbiy amaldorni hukul urib icra qilish bilan jazoladi. Dedi men sizlarga yetkazdim vatandosh. Bu taqa e'lon qilinayotgan Büyük Hanım'ın torbitida e'lon qilinayotgan kishilar bilgansan, bilmagan e'lon qilmagansan qanchalik. Siz shuningga o'zingiz yana savol qo'yingki, qandoq bir vaqtda hokimiyatda ichki majra yoki ichki ziddiyat keskinlashganda davlat mudofaa ministeriga o'lim jazosi berdigan, tashqi ishlar ministeriga ölüm cezası berdigan mushundaq ish bor. Bugun bu ham tarix uchun aytganda, Iroqdan kelayotgan tarix uchun aytganimda Jungoda yuz berdiki, bunda ish boshqa elda bu mumkin emas o'tanda. Vazifasini elib tashlab, manda qildi desa tugaydi ish. Ölüm cezası berish Jungo kompartiyasi armiyaning ichki qismida hozir shuning nisbatan munosib holda partiyaning ichki qismi nim bo'lyapti buni. Siz ko'rib eting vatandosh, tahlil qiling vatandosh. Bugun mening sizlarga so'zlaydiganim avval birinchi o'zimning vaziyat tahlili to'g'risida xulosam shundaqki, 5-kunidan boshlab, 5-oyning 5-kunidan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlarining alohida harakat qismlari yoki alohida harakat qo'shinlaridan 5000 nafar kishi harbiy transport aeroplani o'ltirib Beijingga tushdi dedik. Dastlabda 3 dona aeroplan dedik. Ertasi tuzitib 4 dona aeroplan dedik. Bugun endi kelgan xabarda shuni aytamizki, vatandoshlarga 7 dona aeroplan. Amerikaning C-17 belgilik harbiy transport aeroplan 7 dona aeroplan Beijingga tushdi. Bugun torbiyatda yanada yashilgan torbiyat olmoqdaydi. Shu Xitoy nima debdi desangiz, hozir Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning Beijingga ziyoratga kelishi to'g'risida Jungo Jungo tashqi ishlar ministerligi bir javob qaytarmadi yoki rasmiy xabar e'lon qilmadi deydi. Tushundingizmi? Xo'sh, efendim, yana nima e'lon qilishi kerak edi? Bugün qo'l yerining soni bilan aytganda Amerika Qo'shma Shtatlarining 7 dona aeroplani C-17 belgilik Beijingga aeroportga tushib bo'ldi. 7 dona aeroplan, har bir aeroplan. Siz nimani saqlab o'tirsiz ha? Beyjabujan, Changleykangi. Plani vaqtda prezident Donald Trump Beijingni ziyorat qildi. Pistani vaqtda Beijingga ziyorat qildi. Shu xabarni berishga tayyorlanib o'tiramsiz. Men aytamanki, bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining tanlangan askariy qismlaridan 7 dona aeroplan Beijingga tushdi. Bugun qo'l yeri nima dedi? Amerikaning bu armiyasi 7 dona aeroplan, yana birisi bor uchun yozaman deb yozamabdi majbur. 7 dona aeroplan Beijingga tushdi. Deb bo'lib, qo'liri yana bir xabarda bugun nim dedi? Shuni yozaman deb maqog'azga yozamabdi, kechiringlar. Biz buni aytay. Bugun nim dedi? 7 ta aeroplan Beijingga tushdi. O ikkinchi xabar ketdi. Nima yangi xabari? Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Beijingga ziyoratga borganda yoki Beijingda ziyoratda bo'lganda albatta qoida bo'yicha diplomatik xavf sirash. Çünkü hozir Jungoning ichki qismi, Jungoda bo'layotgan o'zgarish, siyosat, harbiy qatlamdagi o'zgarish hammasi dunyoga ayon. Bo'libmi? Hammadan avval Amerika Qo'shma Shtatlariga ayon. Bunday vaqtda prezident Donald Trampning xavf sirishi yoki tinchlik amallik bilan ziyoratga berib, tinchlik amallik bilan qaytib kelishga kapolat qilishi bu intayin muhim ish. Shunaqa ya vatandosh, dal shunday vaqtda hozir qo'l yeridan 7 dan aeroplan Beijingga tushib bo'ldi. Ammo dedi, mushunda xavfsirash sababidan hozir Sharqiy Janubiy Osiyoda qaysi bir yerga hozir Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi
intayin zor urullaştırışını elip badiydi. Sebebi nime başlaydı o? Xavfsirash. İhtiyat qilish. Davlatning doisi Prezident Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlarining hozirgi payti jungo vaziyatini ehtiyot qilish. Shuning uchun nima dedi? Holiren hozir Sharqiy Janubiy Osiyo tarafda qaysi bir yerda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining askeriy qismlari dal vaqtida o'rlashtirildi deydi vatandaş. Bu xabarlarni sizga yetkazib bu shaklda tahlil qiladi degandek, endi siz mavzunu anlaşıyoruz vatandaş. Çeşitlerine kurallanıp Amerika alaylı hareket kısımları Beijing'e yetip geldi. Bu kısımların kançılık kudretli işgalliğini şunundan görüp aldın ya. Holiren torbiti 5. ayının 9. günü yutap vatandaş. Prezident Donald Trump bilen Xi Jinping sohbeti Amerika Jungo Kompartiyası en ahırki ultimatum tapşırış bilen başlandı. Holiren torbiti 5. ayının 9. günü YouTube. Bu video filmge kanda qaraysan? Amerika tüyüksüz her bir aeroplan evetip, her bir aeroplan Beijing aeroportuğa kondu. Köpçeket. Amerika Jungo münasibeti yeni özgürüş, karma karşılık payda kılıdı. Halkның, halkның bas. Halkara stratejiya torbiti 5. ayının 9. günü yutu. Yani bir haber. Jungo Tashqi İşler Ministerligi Prezident Donald Trump Jungo'nu ziyaret kıldı dep bir ağız gap kılmadı. Mahazır dedim o, şu tahlilde kettiler ha bunu. Jungo Tashqi İşler Ministerligi Prezident Donald Trump Jungo'nu ziyaret kıldı bir ağız gap kılmadı. Amerika'nın 7 tane, muşandaki cümamana haber. Amerika'nın 7 tane C-17 belgeli harbiy aeroplanı Beijing aeroportuğa uçtu. Axbarat yeşmisi 5. ayının 9. günü yutu. Şanghay quruqdaldı. Aeroportla Albastalar aeroportuğa aylandı. Çiçi Baba torbiti 5. ayının 9. günü yutu. Tuyuqsuz gayip buluş. Yurtqa qaytish. İçtimai hadislarning umumyüzlük partisi. Jungo iqtisadi oxirgi chakda to'xtab qoldi. Gumron bo'lishning 3 cho'ng krizisi yetib keldi. Maliya torbiti 5. ayının 9. günü yutib. Mushunda xabarlarni qo'shqim yo'q edi, yuqorqida xabarga qo'shmasam bo'lmaydi ekan, Allah vatandaşlarni buni qo'shimchalaib qo'ygan. Yuqoridagi tahlilimiz tugadi, yuqori xabarimiz tugadi. Oxiri axborot yashmisi bu Tayvandan nim debdi? 7 tane transport aeroplanı, Amerika'nın C-17 belgeli aeroplanı Beijing'e aeroport uçtu. Mao maliyet orbiti bu tugadi mi? Endi mana qarangizlar. Siz sual qo'yish tegishli bir nuqtaga berilgan javob deymiz mana vatandaş. Winjabo Beijing'da vaziyatni kontrol qildi. Xi Jinping Shanghay'da komediya o'ynayotdi. Endi biz kelishtirib turdik bu mavzuni mu. Winjabo Beijing'da vaziyatni kontrol qildi. Xi Jinping Shanghay'da komediya o'ynayotdi. Lao Huang torbiti 5. ayının 9. günü yutib. Endi ma abzas qabriyani qaraysiz, mavzujimi? Tamga üskili kelamdi. Berib tamga so'lamdi demakchi. Tamga üskili kelamdi. Yaponiya vaziri Sanetikechi Beijing'e ziyorat qildi. Yalqin ve keskin vaziyat. Torbiti 5. ayının 8. günü yutib. Bunun da palanın günü Beijing'e ziyorat qildi demepti. Vaqt aniq emas. Aldığımız 4 gündən keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Beijing'ni ziyorat qildi.
Saniyeteki kaçan kilidi Beijing'e. Bu enek emez. Lekin muşu vaqtda. Del muşundaq günde saniyeteki içinen Beijing'i ziyaret kılışı bu meselenin içindeki mesele tügünün etkandak kızılsızlık içindeki kızılsızlık değişik buldu vatandaş. Japonya endi Tinch okean rayının her bir kural yarak soğudigeri aylandı. Kırgıcı kurallarını işlep çıkarışka başladı. Köplep adamsız aeroplan işlep çıkarıp Tayvan boğazıdaki vaka yüz berse ki tayyarlık kılışka başladı. Halkılık beytler 5. ayının 9. günü yutup Jin Shi şehbette Jin Limin Tayvan Kuomintang Partisi'nin reisi, Xi Jinping Cumhuriyet Kompartiyası'nın reisi kanundan öttü. Söhbeti iki ketim tutturup etti. Tayvan'ın her bir kuralları aksetipeleş layihesi kanundan öttü. Ma nazik cümle vatandaş. Biz arlasızdaki sözüldük. Tayvan Kanun Çıkarış Komiteti tasdiqlaydigan Tayvan Devlet Müdafiə Hamçoti 1 trilyon 300 milyard dollarlık. Hazır Kanun Çıkarış Komitetinin başlığı nimeti? Kanun Çıkarış Komitetinin başlığı aynı vaxtda Tayvan'a namzat olgan, prezidentlik namzat olgan. Hoxak uyumu, Gengo uyumu şuna bir Xitay'dı. Şu kişinin koluzu toxtab qalğan idi. Tasdiqlash şu kişinin, çünkü o Kanun Çıkarış Komitetinin reisiydi. Toxtab qalğan idi. Bugün endi bu Kanun Çıkarış Komitetinin ötdi. Yani Tayvan Devlet Müdafiəsi üçün gerek bolğan hər bir kural yaraqlı setip beriş dilosi yoki layihəsi. Bugün tasdiqlandı. Qandaq vaqt tasdiqlanıbdı vatandaş? Keler hafta 14. günü Perşembe ya Cuma Prezident Donald Trump Amerika'dan çok aeroplan qoldurup Beijing'e ziyaret gibi. Del muşundaq vaqtda bu ötdi deyen gep. Yana bir etimiz ki Prezident Donald Trump qalba qıldı. Tayvan'a her bir kural yarak setip bir iş cihette, Tayvan'la setip elişi cihette qalba qıldı vatandaş. Kanun öttü. Prezident Donald Trump yani qalba qıldı. Toğun şu an yakında Tayvan'da oturuğa çıkan Pakistan sözleydiğen bir torbetçi ayal var şunu ki. Torbeti 5. ayının 9. gün yutup Şanghay, Guangdong kumandalıqı boysunmadı. Sakçı ministerliği interneti çekleş buyruğunu emelden kaldırdı. Derhal toxtatdı. Biz arlıq demirdik. Hazır Rusya'da, Moskova'da internette kaldı. Hazır Cumhuriyet'de hem Xi Jinping buyruk düşürüp bütün memleket boyunca internette takaşını. Noktalı kaldı takaşını. Buyruk kıldı, siyaset belgelendi dedik. Bugün hazır Cumhuriyet'in sakçı ministerliği bu buyrukunu emelden kaldırdı deydi öbeten. Şavlı Maliyesi 5. ayının 9. günü yutup. Federal Tekşürüş İdaresi Münazire Meydanı Hatırasını tekşürüp edildi. Hüccət temsile Münazire Meydanı Hatırasını tekşürüp Cungo Fujian ülkesi Sakça Nazaretinin yetekçiliğiyle New York şehrinde kurulgan Məxfi Sakçı İdaresi yoki Məxfi Sakçı Ponkiti nin kılmışlarına baş kıldı. Mavzulu haber 5. ayının 9. günü Cungo'ya nazar torbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. New York şehri, Şərqi rayon, Federasiyalik Sot Məhkəməsi 5. ayının 7. günü New York Pravallıq Cemiyeti'nin reisi Liu Jianwang. Liu Jianwang, Cumhuriyet Kompartiyası'na gumaştı buluş dilosunu tekşirdi. Yani Liu Jianwang'ın Cumhuriyet Kompartiyası'na gumaştı buluş dilosunu tekşirdi. Bugünkü vaziyetimiz mi şu an? Bu New York'taki vaka, Məxfi Sakçı İdaresi
Xitoy hukumati maxfiy soqchi idorasi qurgan gap. Hozir bu kishini so'roqqa oldi, intervyu tergovga oldi. Taftish tekshiryapti. Ertaga bir sotqi tushdi bu. Hozir bu Lu Jianwang degan agar hozir tayyorlagan material va erishgan birinchi qo'l materialga asoslanganda agar buni o'zi rost bo'lgan bo'lsa, Lu Jianwang 20 yillik qamoq jazosiga. Endi bu to'g'rida ikki parcha xabar keldi. Bugun tayyorlash ulguranmidi vatandosh? Yani vaqt qaraymiz juma, va'da berib, va'da o'disi chiqamasa bo'lmaydi. Oldingi shart vaqt qaraymiz. Agar boshqa xabarlar jiddiyroq kelsa, sizga so'zlaymiz. Bular kelib qoladi vatandosh. Lekin vaqt bo'lum, hozir Fujian o'lkasi soqchi nazorati Guangting ning yetakchiligi qo'mondonligi ostida Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida Paravollik jamiyatining raisi Lu Jianwang degan kishining rahbarligida maxfiy soqchi idorasi qurilgan gap vatandosh. Endi bu delo tekshirilib, e'lon qilinishga agishib biz qachon qurildi, nima xizmatlarni ishildi, qancha vaqtdan beri qanday xizmatlarni ishildi, ondan xabar topamiz. Bugungi vaziyatimiz tunugun saqlab bo'ltadim degandim. Bugungi atgandagi vaziyatni oxiri nima qilasiz? Oxiri shundan keldiki, vatandosh. Janfunshiko dedi, tik-takda. Xi Jinping'e qarshi turyapmiz degan guruhning hammasi bugun bir suiqasdlik bilan o'yladi. Ya'ni Xi Jinping o'zi ko'rsatgan saychi deganni partiya markaziy komiteti rais ham davlatning raisi qilib saylaydigan bo'ldi dedi. Endi Xitoy hukumati to'g'risida qanday bilimga va xabarga ega bo'lsang, shu patentga ko'p qilsanglar bo'ldi vatandosh. Ikkinchi xabarimiz Tayvanning axborot yashmisi Dabexwa, Shimin Dabexwa. Mushu axborot yashmisi torbetida e'lon qilingan. Bugungi xabar nima vatandosh? 7 dona Amerika Qo'shma Shtatlarining C-17 belgilik harbiy aeroplani 7 dona Beijingga tushdi.